qiyomatga borganda bir banda tarozda turar ekan, mana bu savoblar seniki deyiladi unga. Tuhoma tog'laridek ko'payib ketgan katta savob. Haligini ko'rib turib banda hijolat bo'ladi. Bir xato bo'ldi-yu bu yerda. Adashib birodikini bizga hisoblashib yubordi-yu deydi. Biladi-da, buncha savob qilmaganini. Shunda bu meniki bo'lmasa kerak deganda aytiladi. Seni dunyoda qilgan duolaring savob bo'lib oxiratga olib qo'yildi deydi. Birodar, sen duo qilaver. Duo qilaver, Robbingga eshitadi. Malaikalar yozib turadi. Faqat seni duoing ijobat bo'lishi uchun ixlos bilan duo qilgin. Mustor bo'lib duo qilgin. Allohga muhtojligini izhor qilgin. Haromdan uzoq bo'lgin va duoing ijobat bo'lishiga aniq ishongin. Albatta duoing ijobat bo'ladi.